Necha pul deyapsizlar mashina? Buni 75 ga hisoblab, o'zinikini 135 ga Bu hisoblab. bilaman aka. Nima mashina 135 hisoblayapsiz? Gentrani uni sotib berdi. Sizni ko'p ko'raman, ko'p kuzataman. Bilaman sizda. Shuning uchun o'zingiz tayyor bo'lib kelgansiz. Ha, o'zingiz ko'rib, qarab nima qilaman. Mana shu mashina. Mana shu mashina. Shu teri deydi-ku. Qapparcha bo'ldi. Soldi qanday qilsa bo'ladi? Yo'q. Bir narx aytishingiz kerak-da. Misol bunday deng. Hozir men bitta yuring-da. Sizga yaqinroq ish bitarini o'ylaysizmi? Ish bitsin, sotib ketay, mushkulim oson bo'lsin deydigan bo'lsangiz, mashina narxi nech bilsam 70 million deng, men savdo qilaman. Ayting o'zingiz. Ye. Unday deyilmaydi-da. Hozir nimani kelishdik biz? Ha, siz so'rang-da. Siz 70 deb turing, men savdo qilay deyapman. Nechinchisiz? 99. 99 katta yigit ekansan. Ha, kam. Ha, juda kichkina bo'lsa, переводчики. Yana Instagramga chiqib ketsa shu gaplarimiz yozib beryapman ustimdan. Kamsitish bo'ldi meni, xo'rlash bo'ldi deb. Qarang aka, bitta guringda 60 million naqd pul beraman. Xohlang mendan mashina oling, xohlang boshqa joydan oling. Buni 75 hisobladi barterchilar, o'zini mashinani 135 hisobladi. Aka, men 135 ga hali jentra sota olganim yo'q. Oddiy bir misolga-da. Men 75 hisoblab olishim uchun bo'ldi, men bitta jentra beraman 23, 135 ga uni olishingiz kerak mendan. Olasizmi? Jentramiz ko'ra kelsak qora farq yo'q. Menga qorasi yo'q, oqi bor. Buni narxini chiqaraylik. Buni chunki men uyimga qayta ishlash zavodim yo'q-da, shu Bashadagi odamlarga sotaman. Buni narxi bilan-da. Barter mashina furishlar yoqadi. Menga yoqmaydi barter desa, tushundingizmi? Barterni ishi mashina furishga shunday borasiz, 80 deyapmansiz, 75 so'raydi, sizga ma'qul keladi-ku. Keyin o'zini mashinani 10 million, 15 million qo'yib beraveradi. 65 million naqd pulga shuni berasizmi? JCB Suitni. Naqd pulga. Menga mani mashina ustidan kopeyka pul kerak emas aka. O'zbekning kabi qachon to'laydi endi to'lar? Bunga 100 million bersam ham sizni kamingiz to'lmaydi. Menga ham bir 500 million berib ketsangiz ham meni ham kamim to'lmaydi. Menga ham 100 million kerak. Ana odamga ham 100 million kerak ekan, yetarli. Men mashina ham kelishtirib bera olaman. Bitta kuningda bo'ldi, men sendan mashina olmayman, meni mashina 75 million sanading qani? Men deb sana bersa aka, boshqacha gaplashaman siz bilan. Mix bo'ladi-da, 100 lik, 120 lik, hozir siz 150 likka qoqib qo'yibdi-da tepaga. Necha pul bo'lsa berasiz? Qo'lda bering qani? To'xtang. Mashina ishga o'tkazsin, boshqa masada bir maslahatlashing. Bo'l, 65 millionga baraka amaga kim olsa sizdan baraka topib minsinmi? Baraka. Mana baraka oling. Men mashinamga nima baraka berasiz?